O'tgan safar ayol hissiy charchash haqida aytganimda minglab ayollarimiz charchaganini yozishibdi. Bugun shu holatga 3 ta aniq yechim beraman. Albatta bajarsangiz menga rahmat aytasiz. Birinchi yechim: hissiy tozalanish mashqi. Qog'oz ruchka oling va yuragingizni siqib turgan hamma gapni yozib chiqing. Kimdan xafa bo'lgansiz? Nimadan charchagansiz? Nimani ayta olmayapsiz? Kimdan nima istayapsiz? Yozish ichki charchoqni 30% ga kamaytiradi. Bu ilmiy isbotlangan. Ikkinchi yechim: o'sha o'zingiz bilgan nafas mashqi. 4 marta sanab chuqur nafas olasiz, 4 gacha sanab ushlab turasiz va 4 gacha sanab chiqarasiz. Va bu mashqni har kun 5 daqiqa bajaring. Bu mashq miyadagi stress markazlarini o'chiradi va tanani zo'riqishini kamaytiradi. Har kuni 10 daqiqa yolg'iz qoling. Telefoningizni o'chiring, issiq choy yoki kofe damlab, maza qilib o'zingiz haqingizda xayol suring. Bu vaqtda hech kimga javob bermang. Bu ayol energiyasini tiklaydigan eng tezkor metod. Hoziroq bajarishni boshlang.